Siz dunyodagi eng qimmat narsaning nima ekanligini bilamsiz? Biz doim og'zimizdan tushirmaydigan qimmatning zodi cheki bormi yo'q? Sinchaq salonning bugun ko'pchilik bilan paralashadigan temasi dal qimmat. Amaliyotda dunyodagi barliq narsalarning o'ziga xos qimmati bo'ladi. Bu keraksiz qog'ozni o'z ichiga oladi. Hozir har 1 gram keraksiz qog'ozning qimmati 0.2 yuan atrofida bo'lib, yana 2 kilo. Chunki bahosi bek tuvan. Shunga odatda keraksiz qog'ozlar tonna bo'yicha hisoblanadi. 1 tonnasi 2200 yuan. Keraksiz qog'ozning 450 gasi qimmat bo'lgani uran. Atom bombasi yasaydigan uran. Albatta uranning nurg'un turlarga bo'linadi. Masalan, unumsiz uran, quyuldirilgan uran 235 ve uran 238 qatorliqlar. Uran kenni misolga olaylik, taxminan har grami 9 mo. Gerçi bu xil rudaning tarkibidagi uran miqdori aram 1000dan 5% kim yetmaydigan. Quyuqlik darajasi zanjirisma reaksiya paydo qilishga asla yetmaydigan bo'lsa-mu, lekin yana ko'pchilikning qarg'ularcha yig'ib saqlamasligini tavsiya qilamiz. Balkim eng asosiy sababi odatdagi kishilar sotib ololmasligi mumkin. Urandan yuzasi qimmat bo'lgani tiba zapasi bo'lib, odatdagi zapaning har gramining qimmati taxminan 90 yuan atrofida. Gerçi ismidan bu xil gul elimizdan alohida mahsulotga o'xshab ketsa-mu, amaliyotda zapa cheteldan kelgan narsa. Taxminan 1000 davrida Jungoga kirgan. Dori o'simliklar qomusda xotirlangan edi. Tibet zapasida qimmat bo'lgani 6 velosiped bo'lib, har grami 115 yuan. Bu odatdagi tog' velosipedini o'zgartirib qurashtirilgan oltin yaltilg'a velosiped bo'lib, butun velosipedning eg'irligi taxminan 20 kilogram keladi. Surat o'zgarib kuchini tatib, zanjir ham tutqoch. Ventigacha hammasiga 24 kilo sap oltin yaltilgan bo'lib, umumiy bahosi 250 ming ingliz funt sterling. Ya'ni xalq puliga sundirganda 2 million 300 ming yuan bo'ladi. Albatta 6 velosiped bo'lgan ekan, cho'qim oltin optimal bo'ladi. Biroq nihoyat afsus. Uzundan beri setilish bahasi 2 milliard 500 millionga yetgan bu oltin avtomobil amaliyotda yolg'on. Bu faqat kinolarda ishlatilgan bir kino buyum bo'lib, bahasi va rangi o'ydirib chiqarilgan. 6 velosipeddan 200 esi qimmat bo'lgani radioaktiv element pilotini bo'lib, bu xil metalning har grami 4000 Amerika dollari, ya'ni 26 ming xalq puli. Pilotinda qimmat bo'lgani bir tal pay. Aniqini aytganda Shimoliy Oroldagi Sangilma quloq qog'ini payi bir tali 8 ming dollar. Xalq puliga sundirganda 52 ming yuan. Bu texi 11 yil burunqi baho. Bu xil qushning nasli qurib ketgachga payi mushunda qimmatlik. Sangilma quloq qog'ini paydan to'tasi qimmat bo'lgani triti. Bu bir xil radioaktiv element. Triti bilan deytri vodorod bombasi yasashning xom materiali. Taxminan har grami 30 ming Amerika dollari, ya'ni 190 ming xalq puli. Tritidan qimmat bo'lgani olmos bo'lib, rangining pokizlik darajasi odatdagi bo'lgan tabiiy olmosning barqarorati taxminan 100 ming atrofida. Olmos odatda nihoyat kichik ham bir qadar qimmatli bo'lg'achqa odatda karatni birlik qilib o'lchaydi. 1 gram 5 karatga teng. Shunga 1 gram olmosning bahosi 500 ming atrofida. Olmosdan qimmatroq bo'lgani qizil silsibor alyumin kalsiy teshi. Bu 1951-yili bayqalgan yangi yog' turi. Hozir qadar butun yer sharida faqat 25 kichik kristal va bir qo'shizlik kristal bor. Har grami 300 ming Amerika dollari. Xalq puliga sundirganda 1 million 950 ming yuan. Guinness rekordi 2005-yili bu xil silsilik kalsiy tashni butun yer sharidagi eng oz uchraydigan yog' minerali qatoriga kirgizgan. Silsilik kalsiy tashdami 20 kam bo'lgani musoyib qizil yog'di. Bu xil yog'dimi intayin az bo'lib, 1 grami taxminan 45 million xalq puliga barobar. Hozir qadar butun dunyoda xotirlangan qizil yog'ot 30 talg'im yetmaydi. Uning ustiga ko'p qismi yarim karatdan kichik. Navbatda dunyo bo'yicha eng chong qizil yog'ot yangidan qizilingan asli tash 13.9 karat. Kesib silqlangandan keyin 5.11 karat bo'lib qolgan. Ya'ni 1 gramdan ko'proqlar. Bu qizil yog'ot 2011-yili 7 million Amerika dollariga kimart qilib sotilgandan keyin qizil yog'otning soyasimi ko'rinmagan. Garchi bu qizil olmos Afrika yulduzida cho'ng bo'lmasa-mu, lekin agar har 1 gramlik baho bo'yicha hisoblaganda, balki musoyib qizil yog'ot dunyodagi eng qimmat yog'ot bo'lishi mumkin. Qizil yog'otning to'tasi qimmat bo'lgani Kaliforniya. Har grami 27 million Amerika dollari, ya'ni 175 million xalq puli. Bu taxminan hozirgi oltin bahosining 500 ming asisiga to'g'ri keldi. Bu mo 6-sun'iy biriktirilgan metal element. Har gram Kaliforniya 252 har sekundda qo'yib beradigan neytron taxminan 2 trillion 300 milliard dona bo'lib, bu neytronlarning o'rtacha energiyasi 2 million 300 ming elektron volt. Bu shundan derak beradiki, Kaliforniya radioaktivligi intayin kuchli bo'lgan bir xil metal element. 1952-yili biriktirilgandan tortib hozirgacha butun yer sharidagi Kaliforniyaning umumiy zapasi mo taxminan 5 gram. Uning ustiga hozir faqat 2 davlatlar bu xil elementni ishlab chiqara oladi. Mahsulot miqdorining ozligi kishini taxmi hayron qoldiradi. Bir yilda faqat 0.2dan 0.4 gramni ishlab chiqargan bo'ladi. Shunga mushuna qimmatli bo'ladi. Agar Kaliforniyaning bahosi bo'yicha dunyodagi eng boy shaxsni selishtirish to'g'ri kelsa, bahosi taxminan 15 chin Kaliforniyaga teng bo'ladi. Albatta, buningdan boshqa yana Aktini, Fransiya, Astatin, Poloniyadan iborat 4 xil element bor. Ularning yer sharidagi saqlanma miqdori mo intayin oz. Garchi qimmati mo'ljallangan bo'lmasa-mu, lekin shuni muayyanlashtirishga bo'ladiki, ularning qimmati cho'qim intayin cho'ng. Undaqda Kaliforniyada qimmatli bo'lgani nima? Javobi shuki, biz baho orqali havoga aniqlama bera olmaymiz. Chunki u haqsiz. Shunga biz nafaslanish narxini o'ylashmasak bo'ladi. Lekin insonlarga nisbatan aytganda, havo yo'qolsa yer sharida balki hech qanday hayotlik mavjud bo'lmasligi mumkin. U chog'da yana kim havoning qimmatiga aniqlam beradi. Shunga ko'rib bu yer kelganda har qaysinglarning bir g'alati hodisani bayqamaganliklarini bilmayman. Bahosi yuqori bo'lgan narsalarning foydali qimmati bo'lishi notayin. Ba'zi tuvallarning keraksiz bo'lishi notayin. Masalan, biz yashashda kam bo'lsa bo'lmaydigan ba'zi narsalar qarmoqqa hammasi haqsizda qiladi. Ammo bo'lsa-mu bo'lmasa bo'ladigan narsalar qarmoqqa ko'p pul xarjlaganda ondan erishkili bo'ldigan o'xshaydi.
o'xshaydi. Chunki biz bir narsaning bahosini bekitganda ko'p hollarda oldi bilan uning oz tushiradiganlik darajasiga bog'liq bo'ladi. Masalan, oltin, olmos qatorliqlar. Oltinning qimmat bo'lishidagi sabab chunki u yer sharining mahsuloti emas, balki yer shari shakllangan dastlabki mezgilda oltin elementi bor ba'zi osmon jismlari yer shari so'qilganda qilib qilgan modellardir. Bundoq chiqilib aytganda biz hozir ko'rayotgan oltinning hammasi necha milliard yil ilgari tashqi dunyodan kelgan mehmonlar bo'lib, umumiy miqdori orallar shunchalik. Ya'ni kelib taxminan 99% dan ortiq oltinning hammasi yer yadrosiga cho'kib ketib qazg'ila bo'lmaydigan bo'lib qolgan. Shuning bilan oltinning qimmati nihoyat yuqori bo'lib ketgan. Olmasgacha yer sharida hosil bo'lsa-mu, lekin uning shaklini sharoiti intayin nachar bo'lib, saf karbon moddasi yuqori temperatura va besim intayin yuqori bo'lgan ahvol ostida ondan hosil qila oladi. Uning ustiga yer sharining cho'nqur qatlamida faqat nihoyat oz joylarla olmasning shakllanishidagi fizikalik va ximiyalik sharoitlarni hozirlay oladigan bo'lg'achqa, ularning bahosi ham shunday yuqori bo'ladi. Undaqda sizning nazaringizda dunyodagi eng qimmat narsa nima? Qani sizmi inkas rayonida o'ylaganlaringizni qoldirib beqing. Mazmun zarracha yaragan bo'lsa, yulduz belgisini o'rtib qo'yishni unutmang. O'zingiz qiziqadigan temalar bo'lsa, inkas rayonida qoldiring. Biz kelarki sonda tayyorlaymiz.